أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum sabaqashlar. Bugungi darsimiz kana akhwatuha. Kana va akhwatuha haqida to'xtalamiz. Yine biz oldingi darsimizda al-mubtada va al-xabar haqida to'xtalgan, mubtada va xabar haqida to'xtaldik. Endi navbatgi darsimiz shu ibtida va nawas shu nasikh mubtadalarni o'zgartuvchi vositalar haqida to'xtalamiz. An-nawasikh haqida, adatun nawasikh haqida to'xtalamiz. Adatun nawasikh odatda adat nawasikh mubtada va xabar deymiz. Mubtada va xabarni o'zgartuvchi vositalar cho'ng jihati 6 ga bo'linadi. Buning 3 turligi fe'l va 3 turligi harf hisoblanadi. Masalan, fe'llardan kana akhwatuha, kada akhwatuha, zanna akhwatuhadan iborat 3 turligi. Ve harflardan inna akhwatuha, la nafil cins ve shundaqla in ve la ve ma ve la'dan iborat vositalar maqsad qilinadi. Şunlaşqa navbatgi darsimiz kana ve akhwatuha. Bu kana ve akhwatuhaninki yeni bir ismi kana akhwatuhani af'alun nasikh deb ataymiz, af'alun naqis deb ataymiz. Şekil af'alun nasikh deb atilishi kana ve akhwatuha ismliq jumlaning beshik kishib mubtadani o'zining ismisiga, xabarni o'zining xabariga o'zgartganlik nuqsatidan nasikh deymiz. Ya'ni kana mubtadaning beshik kishib tarfa'ul mubtada isman ve tansibul xabar nasban. Yani bu mubtadani o'zining ismini qilib boshqa tushuncha keltirdi, xabarni o'zining xabari qilib tushuntirishga keltirdi. Kana endi af'alun naqisa deb atalishi bu ismisi kelib xabari kelmasa to'liq qo'yib fikrini bildirilmaganligi uchun shunga naqis fil deb atiladi. Nasikh deb atalishi yuqorigidek va naqis deb atalishi to'liq qo'yib fikrini bildirishda xabarga muhtoj bo'lganligi uchun deb qaraymiz. Anda kada va akhwatuha bu zodi qancha deganda bu kada akhwatuhaning musannif rahimahulloh kitobda keltirgani 13 va boshqa kitoblarda masalan Abdul Qahir Jurjani keltirgani 13 ve onundan başka modisi bah, adiga o'xshash, yine başka kelganlarmi bor, lekin ular mashhur emas. Mashhursi 13. Bu 13 turuqsiz af'alun naqis ve af'alun nasikhlar bir necha qismga bo'linadi. Buningdan shart bilan amal qiladiganlar, shartsiz amal qiladiganlar deb bir nechaga bo'linadi. Navbatda buni biz tafsil ko'rib o'tamiz. Tarfa'u kanal mubtada isman vel xabar تنسبه ككان سيدا عمر ككان زل بات أزهى أسبها أمس وسار ليس زال برها فتها وانفك هذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع ترفع كان المبتدا اسما kana mubtadani o'zining ismisi qilib boshqalish keltirdi. Rafi o'qitdi. Wal xabar tansibuhu u kana mubtadaning xabarini o'zining xabar qilib tushuntirishga keltirdi. Masalan kana sayyidan Umaru deganga o'xshash. Umar sayyid edi desak, mishada kananing ismisi Umar sayyid xabar bo'ladi. Ve zelle bate azha asbaha emse sarı leyse zali beriha fatiha ve infekkiler hemmisi kanı o'xshaydi. İsimliq cümlenin beş kişi mubtadani o'zining ismini qilib tushuntirishga boshqacha keltirishda, xabarni o'zining xabar qilib tushuntirishga keltirishda shunga o'xshaydi. Va hazihil arba'a li shibhi naf'in aw li naf'in mutba'. Ma töti, ahirki töti yine zale, beriha, fatiha, infakkirin ibaret bu töti nepi, şibi nepiga yoki nepiga ergashtirilguchidir. Yine bu nimeden nepiden yoki şibi nepiden kim keladi?
kana dame ve mislu kana dame mesbukan bima. Ma bilen başlangan dame, yine madame demekçi. Dame mesbukan bima degan ma bilen başlangan dame, yine madame kanı okşaydı bu mu? Amelde. Mesela ati madumtu musiben dirhama, siz muhtaç adamga bir dirham bering, siz musibatlar bo'lgan muddatda, siz musibatlar bilan qolgan chog'ingizda, muddatlaringizda muhtojlarga bir dirham berib o'ting dedi. Mushunga o'xshash. Demak, kana ahvatuha da yuqoriga 13 pil, hamda mushu 13 pilning ismi nimadan keladi, xabari nimadan keladi degan savol tug'iladi bizga birinchi qadamda. Qandaq bir narsa mubtada bo'la oladi ekan, u narsa kanining ismisi bo'la oladi. Qandaq bir narsa xabar bo'la oladi ekan, u narsa kanining xabari bo'la oladi. Nimishqa? Chunki bu kana ahvatuha ismliq jumlaning beshiga kirgan bo'lg'achqa, unda bo'lsa kana ahvatuha bilan kelgan jumla ismiya bo'lamdi yoki jumla fe'liya bo'lamdi deganda bu jumla ismiya bo'lmay jumla fe'liya bo'ldi. Asli jumla ismiya bo'lsa-mu, bu fe'l bo'lganligi uchun fe'l nuqtasini atab, buning shunga fe'llik jumla deb ataymiz, lekin ismliq jumlaning qonuni tutadi. Yana xuddi mubtadani ilgari keltirish vojib bo'lgan chaqda yana mushundimi ismini ilgari keltirish vojib bo'ladi. Xabarni ilgari keltirish vojib bo'lgan o'rinlarda mushuni xabarni ilgari keltirish vojib bo'ladi. Ismini va mubda xabarni ilgari keltirish durust bo'lgan o'rinda mushuni ism xabarni ilgari keltirish durust bo'lgan holat shakllanadi. Bu shu mubda xabarning qonuniyati mush kana va kanturliklarda o'zgarmaydi. Endi misalda Musannif rahimahullah Kana Sayyidan Ömer deb kelgan. Asli Kana Sayyidan Ömerni elayotganda Sayyidun Ömer degan bo'ldi. Sayyidun Ömer. Sayyidun Ömerda ikki yo'l durustdi. Biz Qaymun Muhammadun da ikki yo'l durust degan. Sayyidun ilgari kelgan xabar, Ömeru kin kelgan mubtada, Ömer kin kelgan mubtada bo'ladi. Yoki Sayyidu mubtada Ömer fa'il sadda xabar bo'ldi degan. Biz bu yerda mubda xabarni bash kelgan ekan, Sayyidu ilgari kelgan xabar, Ömer kini kelgan mubda bo'lib, Kana bash kelganda Sayyid Kanning xabar bo'lib, xabar muqaddam, Kana Ömer ismi muaxxar Kana. Kanının keyin kelgan ismi bo'ladi. Demak, mubda xabarda to'g'ri bo'lgan, hozir musharraman to'g'ri mushnaklishi, mana mushari Kanının ismisi keyin xabari ilgari keldi. Bu Kana Ömer Sayyidan kasımı duruz, Kana Sayyidan Ömer kasımı duruz. Abdur Musannif rahimahullah bir misal keltirganda ismisi ilgari, xabar ismisi keyin xabari ilgari bo'lgan misal keltirdi. Bu nima ish qaraganda ismisi beşte xabari keyin kelishi qo'y asli qoida durust, hatto xabari burun ismisi keyin kasımı durust bo'ladi. Ay bu da xabardagi qonuniyat bo'yicha demakchi. Endi Kana adeta ve kanının türdaşları, kana ve ahvatı, kana ve ka türlükler degan bo'ldi. Bular yuqorqidek amalni qilish uchun bu 3 qismga bo'linadi. Buningdan yuqorida 7si shartsiz amal qiladi. Bunday chiqilganda buningki 8 ni desak bo'ldi, 5ga 8i bu jamid mutsarrif buluş, naqs buluş, jamid buluş cihetini 3'e bölünüdü. Mesela bazı tuluk türlüdü, bazı tuluksuzrak olarak türlüdü, bazı fakat türlenmeydi. Mesela bu tefsir çıktı 5'e 7'si mesela şu leysidin başka leysulen dame camit bir hesaplanıdı. Yani bir camit hesaplanıdı. Onun mazi, muzari, emri şekli istimal kılınmaydı. Çünkü bunu camit de hesaplayımız. Ama mazale, maberihe, menfekke, mapeti'ale bu pili mutsarrif naqis hesaplanıdı. Yani bu tuluk türlenmeydi. Fakat bunun mazi muzari isim faili kıldı. Onun başka aldı kenmeydi. Ama kağalların çoğu isim faili, isim mef'ul ve isim faili ve şundaki mazi muzari emirleri
ve masdarlar keladi, lekin ismi maf'ul ve shundaqla ismi maf'ullari kelmaydi. Yana biriga bularninki ismi zaman, ismi makan, ismi alet bo'lgan mushtaq ismi kelmaydi. Odatdagi fillardan farq tarifi mana shu. Xuddi tuluq fil deganimizmi? Shu kana va turdikilar bo'lgan 5-7simi fil mutasarrif ta shibi kamil deymiz. Fil mutasarrif shibi kamil tuluq turinishga o'xshab turgan turinadigan fil degan bo'ladi. Endi biz buni navbatda tafsir ko'rgan vaqtimizda shartsiz amal qilinadiganini var. Ya'ni 5ta hech qanday harfi nafi bir shart talab qilmay amal qilishni qasi deganda shu laysiga o'xshab bo'lganlari kana zalla bat adha asbaha amsa sar laysni var ma 8i bila shart amal qiladi. Hech qanday shart yo'q buningda. Masalan kanallohu aliman hakima. Buningda hech qanday shart yo'q. 5 ya onunki nafi vasıs kelish yoki undaq yoki bundaq shart bo'lmaydi. Endi zallimi shundaq. Masalan zalla masalan zallal amilu mukibben fi amali. İşçi öz amelide kun bir baş çukurib işledi deganga o'xshash. Bata masalan bata tiplu yabiki desak bola kechi bo'yi kechida yig'lab yoki bata atiplu bakiyan kichik bola butun kecha yig'ladi degan ma'noda bir kechani yig'lab kecha qilganligini ko'rsatdi. Burada azha mesela ma'lum bir aşı vaqtida ma'lum ish harakatininki bo'lganligini bildirdi. Amsa kashti bo'lganligini bildirdi. Laysi cho desa laysda bu nafi ma'noni bildirdi. Laysa hech qanday ehtimollik bo'lmagan chaqda bu hozirgi zamonda nafi qilib keladi. Ammo qarini bo'lgan chaqda ya o'tgan zamonda nafi qiladi, ya hozirgi zamonda nafi qiladi, ya kelgusi zamonda nafi qilgan ahvollar bor. Bu tafsiri oxirgi chiqadi. Endi mazala, mabarihe, mafati, manfakka bular amal qilish uchun chuqum, ya'ni ismini fash, xabarni zo'r qilish uchun bu nafidan keyin kelgan bo'lishi kerak. Nafi masalan yoki shibil nafidan keyin kelgan bo'lishi kerak. Nafidan keyin kelish yoki shibil nafidan keyin kelish. Nafi deganimiz shu harf nafi bo'lgan ma va la o'xshashlarni demakchi. Shibil nafidan maqsad adatun nahyi ve dua maqsad qilingan. Ve bazı kitaplarda adatun istifhammu mushu shibi nafining qatori kirdigan. Bazı kitaplarda dua mushu shibi nafining qatori kirdi degan. Lekin maqsad shibi nafidan ixtirof bo'lmagani nahi mushu shibi nafining qatori kirdi. Nafidan ma va la maqsad bo'lsa, shibi nafidan la nahiya maqsad qilinadi deb qaragan. Endi buning orasida madama chuqur kanı o'xshash amal qildi. Mushu mavlan billa kelsa dedi. Ma'siz kelgan chaqda madama bunda amal qilmaydi. Shunga 5ga 8i musbat manfi holatda clear iste'mol qilinadi. Ammo yuqoridagi 4i cho'qim nafidan kelish kerak. Ammo madama desa madama buningda cho'qim mai masdariya bilan billa keladi. Madamniki mai masdari zarfiya bo'ladi. Yani madamdaki ma'yı masdariya az-zarfiya deganimiz bu ma o'zininki dama degan filni davom ma'nosida masdar o'zgartirdi va o'zidan muddat degan bir zarf ma'nosida ifodalanadi. Masalan madumta degan gap muddati davomika degan ma'noda. Madumta muddati davomika. Ammo madami shundaq af'al naqslar ishlatirish uchun cho'qim bu başka bir fiilen bile işletildi. Misal o'xshash a'ti madumtu musiban dirhama. Siz birinci maf'ul tashlangan a'ti degan bilan siz muhtoj odamga 1 dirham bering, siz musibatlar bo'lgan muddatda degan gap ina muddati davomika musiban degan bo'ldi. Masalan, undan boshqa misolni ko'rsak, la ta'bur ash-shari'a madamatil hamra isharatu hamra. Qizil charaq yangan muddatda yo'ldan kesib o'tmang. Yine qizil charaqning shu yenishi davomlashayotgan muddatda yo'ldan kesib o'tmang deganga o'xshash. Mana bular 3 qismga bo'lindi. Shartsiz amal qildi 8i,
İkincisi şart bilan amal qildi, uning boshqa nafi yoki nahiya duo vositalari duo bilan bo'lgan yoki nafi yoki shibil nafi olsun bo'ladi dedik masalan. Mesela adatda nafi zahiren kelsin bo'ladi, taqdiren kelsin bo'ladi. Mesela la yazaluna muhtalifina yoki nafi kelgani mazala Muhammed yabiki Muhammed hemish yig'iladi. Mazala atflu bakiyan bala hemish yig'iladi deganga o'xshash ma'noni bildirdi. Endi bu nafi tashlansa bo'ladi deganda bo'ladi. Qur'oni Karimda tallahi tabta'u tazkuru yusufa deb kelgan. Tallahi tabta'u tazkuru yusufa deb keldi. Mana bu yerda nafi vasita tashlangan asli tallahi la tabta'u tazkuru yusuf demakki la tashlangan. Çünkü takdiren nafi vasitasi bechi kelsin bo'ladi yoki zahiren kelsin bo'ladi ya shibi nafi kelsin bo'ladi. La mesela lan tabraha alayhi akibin deganga o'xshash yoki nahi kelsin bo'ladi. La tazal zakiral maut sen hemish o'limni aslig'ichi bo'l. Panisyanuhu dalalan mubin o'limni unutib qilish bu rushan bo'lgan azg'unliq deganga o'xshash. Mazala baytukum ma'muran bi ta'atillah. Allohga itoat qilish bilan sizning uyinglar hemish avat bulunguchi avat bulab kelsin. Allohga itoat qilish bilan uyinglar avat bulunib kelsin deganga o'xshash. Onda nabi duoni ifodalab kelsin bo'ladi. Endi 3-qismini biz deb bo'ldik. Ma'lumotlar zarbiya kelsin bo'ladi dedik. Masalan ve evsani bis salati ve zaka ma dumta hayyan. Sen hayat bo'lgan muddatda men hayat bo'lgan muddatda menga namoz va zakatni vasiyat qildi. Ma dumta hayyan ay muddat davomi hayyan mening hayotliqim davom qilgan muddatda degan ma'noga o'xshash. Shunga biz bu yerda shu 13 tane afal naqsning 8'i ta'amalu bila shart shartsiz amal qiladi. Buningdan endi 4'i nafining ilgari olishini shart qilish bilan amal qiladi. Ma cho'qim ma'ymasdir dama cho'qim ma'ymasdir zarbiya bilan birga kelib amal qiladi. Ismini pesh xabarinizni beraqdi deb qaraymiz. Endi mushuning orasida biz diqqat qilishga arziydigini buning orasida 8 pil bor. Mushu tafsil chiqadi. Endi bular to'liq bilmi bo'ladi, to'liqsizmi bo'ladi ikinci qildi. Laysining qanday ma'nosi bor deganda laysa odatda o'tgan zamonda nafini ifodalab turdi yoki hozirgi zamonda nafini ifodalab turdi yo kelgusi zamonda nafini ifodalab turdi. Ammo ba'zida hech qanday nafidan xoli holatda keladigan ahvolim bor. Masalan, lastu bi talibin man lastu bi talibin man qat'i o'quvchi emas, men hozir o'quvchi emas degan bo'ladi. Lastu bi talibin ams, men tunugun o'quvchi emasdim. Lastu bi talibin men hozir o'quvchi emas. Lastu bi talibin gadan, men ati o'quvchi emas degan o'xshash. Yoki laysning zamoni o'tgan zaman, yo hozirgi zaman, yo kelgusi zaman. Hech qanday qarina kelmaganda hozirgi zaman bo'ladi. Endi ba'zi joyda hech qanday qarina kelmay zamondan xoli ma'no bildirdi. Hozirgi zamonmi emas, kelgusi zamonmi emas, o'tgan zaman ma'nosini uqtirmay nafiy qilgan ahvol bor. Masalan, laysal ilmu sahlan, ilm oson emas. O'tgan zamonga xos emas bu gap, yo hozirgi zamonga xos emas, yo kelgusi zamonga xos emas. Ammo qolgan chog'da o'tgan zamonga dalolat qilgan qarina kelsa o'tgan zamonda nafiy qiladi. Hozirgi zamonga dalolat qilgan, ammo kelgusi zamonga dalolat qilgan qarina kelsa kelgusi zamonda nafiy qildi. Qarina kelmaganda hozirgi zamonda nafiy ifodalab turadi deb qaraymiz. Va g'ayru madin mislahu qad amila in kana g'ayrul madi min mustamila. Endi tuvanda hozir biz ko'makchi o'qinimiz mushu af'alun naqislarning mutasarrif turilish ahvoli. Mushu pilla mazi holatda keldi bayam ko'rdik.
mazinin gayrıdan kilemdi kemendu. Mazi şeklinin gayrı olan muzari şeklide, emri şeklide, isim fail şeklide, emri işiltilmemdu degende gayru mazin mislahu qadamila. Mazinin gayri maziye o'xshash amal qildi. Xuddi mazi olan mazisi ismini baş xabarini zivar o'qibdi. Masalan kana Muhammadun taliban desek onun muzarisi yakun Muhammadun taliban. Liyakun Muhammadun taliban deganga o'xshash mazi muzari emrlarga keldi. Şunun kiri yurdu, mazinin gayri maziye o'xshash amal qildi. Qanday chaqda desa, in kana gayrul mazi min ustumila. Agar shu mashukildan mazinin gayri istimal qilingan bo'lsa, maziye o'xshash amal qiladi. İstimal qilinmagan bo'lsa, maziye o'xshash amal qilmaydi. Bu gapdan chiqdi, bu pillardan, bu 13 pildan mazisinin gayri istimal qilinadigan ish bor ekan va mazinin gayri istimal qilmay faqat mazi shaklda qiladigan ahvol bor ekanda buni ko'rib bo'ldiki, bu jihatda 3 ga bo'linadi. Faqat mazi shaklida ham ishlatildigini, mazi muzari amri shaklida ishlatildigini, mazi muzari amri va ism fa'il şekillerinde işletildiğini de 3 kısımga bölündü. Birincisi fakat mazi şekilde işletildiğini bunu pil-camid deb ataymiz. Pil-camid degan nimede? Pil-camid deganimiz yani pil-camid mazi şekilde kelib uning muzari amri şekli kelmaydigan yoki muzari şekli kelib yine başka bir şekilde kelmaydigan yoki amri şekli kelib yine undan başka bir şekilde kelmaydigan bir şekilde kelsa undan başka şekilde kelmagan bo'lsa bu çağda bunu biz pil-camid deymiz. Mesela bunun içinde leyse bilen dame. Mana ma ikisi leyse davamlı mazi şekilde keladi. Leyse uningki muzarisi olan yelisu, emrisi olan lis deb kelmaydi. Leyse yelisu lis deb kelmaydi. Ama davamlı leyse leysu, leyse ta lesna, leste lestu ma lestum, lesti lestu ma lestunna, lestu lesna deb keladi. Ama onun gayri işletilmaydi. Şunu bunu pil-camid deymiz. Şunu bu pil-camid. Ama bazılar bunu leyse harf-i müşebbeh pil-müşebbeh bil-harf deydi bunu bazılar. Pil-müşebbeh bil-harf. Harf o'xshaydigan pil bu deydi. Xuddi inna annaka anna lakin layta la'allani harf müşebbeh bil-pil deganimiz o'xshash, leysni pil-müşebbeh bil-harf deganlarmi bor. Nimishki buni pil-müşebbeh bil-harf deb ataydi deganda chunki bu pil müşebbeh bil harf. Harf o'xshaydigan pil deyishi. Xuddi pil mazinin alamati bo'lgan ta'ut ta'nis va alif isnayn vavul jamaa ta'ul fa'il na'ul fa'illar qo'shilganlik jihatdan laysa laysa laysu laysat laysata lasna lasta lastuma lastum lasti lastuma lastunna lastu lasna deb bunda kelganlik uchun pil deb ataldi. Endi harfga o'xshaydi deyishi xuddi harfni zaman bu. Buning zaman hukmi bo'lmaganlikdan qarina kelmasa zaman hukmi yo'q. Bo'g'achqa shuni buni harf deymiz deganlarmi ham bo'lgan. Chiqib hanimadir bu pil degan hukmda sanılib keldi. Shuni laysa mana bu mazi shaklda ham ishlatildi. Endi madame mana bu madame la yadamu deb bunda kelmaydi. Bu faqat mazi shaklda madamelatlam keladi, ammo mazining boshqasida bu ishlatilmagan. Shu madame bilan laysini biz pil-camid deb qaraymiz. Ikkinchisi ma yatasarrafu naqisan deydi. Naqis shaklda mutasarrif bo'lgani bu 4 pil. Mazala, mabariha, manfakka, mabadiyadan iborat 4 pil. Bu 4 pilning faqat mazi ve muzari ve isim fail şekli var. Onun başka şekli yok. Mazisi var, muzarisi var, isim faili var. Nait az uçuraydı o isim failleri var. Ama kâge yerleri var. Mesela mazale la yazalu. Ama mazalideki mazalidin zali yazalu maksat. Ama zali yazulu maksat emas. Uçar zali yazulu degen zaval tepiş otuluq pil oldu. Zali yazalu şeklideki mazale la yazalu. Mabariha lan yabrahu lan abraha lan yabraha deb kelgan. Mesela qalu lan nabraha alayhi akifin deb kelgan. Fatihaninki
Qalu tallahi tabta'u tazkur yustab tabta'u deb kelgan. İsim fa'il lastu za'ilan sadiq. Men sening hamisha do'sting deb zalining za'ilan andin sadiqaka deb kelgan. Men seninki sadiq hamisha do'sting degan. Men sening sadiqaka hamisha do'sting deb za'ilan kelgan mishada. Endi ism kanining muzzala mazali mabrihi mabati manfaatinin isim failleri işletildi, mazi muzari kıldı bu ma şekilde. Ama üçüncü xil şekli nima desa, to'liq turinadigan til. Bu yette. Şu bayan 8-ligimizden leysin chiqib olsak 7 fil qoladi. Mana bu 7 fil kana, zalla, bata, azha, asba, amsa sadece ibaretmiş 7 fil. Bu mazi muzari emrileri işletildi, meslerleri işletildi, isim faal işletildi. Ama bunun işletilmeydi, ismin mef'ulu kelmeydi. Ve şundakla isim zaman, isim mekan, isim aletleri boğan, baqiyel müştakat, qağı müştakları kelmeydi. Şunun için bunu şibi kamil dep ataymiz. Ma yetasarrafu tasarrufen şibi kamil degan ma bilinci atıldı. Çünkü bunun mesela kana, yakunu, kun, kavnun degan manda holatlarda kelyurdi. Mana bu pillarning mazisi mazining g'ayriga o'xshash ismini pash xabarni zibar o'qitib keladi demakchi o'g'limizning misollari. Endi navbatda ko'rmoqchi o'g'limiz nima deganda, endi mushu kanining xabari ismining oldi kelamdi kelanmamdi. Avval kanining ismi kelish, undan xabar kelish bu asli qoida. Endi mushuning o'rni olmish kelsa bo'lamdi, bo'lmamdi degan bir savol kelib chiqdi. Buni mushu kanining, mushu xabarining af'al naqsdan ismini o'tirib qistirib, ismikin xabar kelishi durustmi, durust emasmi? Qandoq yerda durust, qandoq yerda shunday qilish vojib, qandoq yerda mamnu degandek ahvollar to'xtalamiz. Fi jami'a tawassutal xabari ajiz. Mushu af'al naqslarning hammasida xabarni o'tirib keltirishni joiz qiling. Yani af'al naqslarning hammasida xabarini o'tirib keltirish deganimiz af'al naqsdan keyin ismining oldida bunday ismisikin xabarini kanidan keyin af'al naqslar demak kanining keyinida ismining oldida bunda o'tirib keltirishni joiz qiling. Durust bu. Nima için? Mesela 5'te durust delil deyip olduk. Kan Seyyidin Ömeru degan o'xshash. Xuddi mubtadanın ismisi mubtada keyin xabar ilgir qilishi joiz bo'lgan o'rinda buning ismisi keyin xabar ilgir qilish joiz bo'laveradi. Endi bu haqda 3 xil ahvol bor. Birinchisi kanining ismisi burun xabar keyin kelishi vojib bo'lgan o'rin. Avval ismisi kelish, ondan keyin xabar kelish vojib bo'lgan o'rin. Ikkinchisi avval xabar kelish, ondan keyin ismisi kelish vojib bo'lgan o'rin. Uchinchi xili avval ismisi kelsa, ondan keyin xabar kelsin, bu xabari avval ismisi keyin kelsa, qanday kelsa joiz bo'lgan o'rin haqqa to'xtalamiz. Biri kan ismisi xabarda mahsur olsa, asr qilinguchi olsa, cheklanguchi olsa, kanın ismisi xabarda cheklangan bo'lsa, kanın ismisi xabar mahsurun alayhi olsa dedik. Biz tungi darsimizda mu kanın xabari mubtada xabar mahsurun alayhi olsa, mubtadaning ilgir kelishi, xabarning keyin kelishi vojib degan. Masalan, al-mu'minuna ikhwatun deganda o'xshash. Endi innamal mu'minuna ikhwa deganga o'xshash. Kelgan. Endi masalan ma kana Muhammadun illa rasul desak, mishada illa rasul Muhammad aleyhisselam faqat payg'ambar edi, elchi edi desak, mishada kanning ismisi Muhammad xabar rasul, mishada ismisi ilgari xabar kim kelishi vojib bo'ladi. Biri ismisi xabar mahsun alayhi bo'lsa, mahsun alayhi chuqum kim kelmi sormaydi, şu xabar ismidan kim kelishi vojib bo'lgan o'rinning birisi. Yana birisi, ikkinchisi kanning ism va xabari ism maqsudan kelib qolgan bo'lsa, ya ikkilisi ism mutakallim niyasi muzabbab qolgan bo'lsa, ya'ni
isim ve haberinin işkilisi bunda alakı i'rabi zahiren bo'lmagan bo'lsa bunda alakı uçakda avval ismisi onun için haber kilishi vacip. Çünkü bu şunu yaptığımızda oturgan mesela kana sadiqi ahi menin dostum kardeşim idi desek kana sadiqi ahi bunun da i'rab şekilde takdirim aşkar kelmeydi. Anda oğandikin kana shariki ahi menin şirkim menin kardeşim desek shariki ve ahi de i'rab zahiren kelmedi. Şekilde i'rab kana shariki de i'rab takdiren merfu ahi de takdiren mensup oldu. Mesela kana af'al naqis shariki onun ismisi olup ismisi merfu alamet rabbi الضمة المقدرة على آخره بسبب اتصال الياء متكلمين ياسının mutlaşqalıq səbəbi ilə şunlaşqı bir başqa təqdirən zamm oldu. Əmdə kana şəriki axi desək axi şərik axi xəbər kana mansub alamat nasbi al-fatha al-muqaddara على آخره بسبب اتصال الياء المتكلم deyimiz. Şunun oxşuğan. Anda da kanın xəbəri keyin ismisi ilgiri oluşu vacib butqan yer bolğan oxşar. İkinci bir haleti avval xəbəri kilish, onun keyin ismimiz kilish vacib bolğan ahvallar var. İsmimiz keyin xəbəri kilish vacib bolğan ahvallar boludu deyimiz. Endi bu vaqtımı mana muşu çağda ismi keyin xəbəri ilgiri kilish vacib bolğanda andın fi cemiha tavassutul xəbər aciz degan beytning maqsadi aydınlaşır. Yani kanun türlüklərinin həmmisi də xəbərini isminin aldıda keltirishni durust qiling degan. Tavassutul xəbər degan gap xəbərini isminin aldıda keltirishni durust qiling degan ma'noda. Muşu alat yani bu birincisi xəbər Hem de kanun ismisi mahsulun ile yoğan bolsa bu çağda çukur ismisi kin haber ilgiri kilish lazım buludu. Mesela ma kana lana illa ittiba'u Ahmed degan gapşaş. Ma kana lana illa ittiba'u Ahmed. Emas biz üçün faqatlam bo'lmadi bizga faqat Ahmedga ergish bo'ldi desek, buni misal ittiba'u Ahmed kanun ismisi lana jar majrur kelgan kanning xabari illa adatul asr uludu ma'rif nafi uludu. Mushunga o'xshagan yerda ma kana mustafidan illa al-mujiddu degan o'xshash. İkincisi kanning ismisidan kanning xabariga zimir qaytib qolsa, o'chada kanning xabarini ilgiri ismini kim keltirishi vojib bo'ladi. Masalan, kana fil hadiqati sahibuha bağda bağının ilgisi var idi degan o'xshash. Bu yerda ismisining keyin xabarini ilgirilishi vojib. Undaq kelmaganda sahibuha degan zimir oxir qaytib qoldi. Masalan, kana sahibuha fil hadiqat desak, sahibuha zimir o'chaqda hadiqatiga qaytsa labzan va martabatan oxir rutbatan ahir qaytib qoldi. Zimir anda ikki labzi jihatdimi ham martaba urun jihatdimi martaba jihatdimi ahir qaytsa bo'lmaydi. Lekin labzan ahir qaysimi rutbatan martabadan 5 qaytsa bo'ldi. Masalan, kana fil hadiqati sahibuha desak sahibuha degan zimir masalan labzan ham 5 qaytdi, martabada ahir xabarga qaytgan bo'lardi. Buning o'xshatgan joylarda chuqur ismisi keyin xabar ilgirilishi vojib kana ahvatu hada. Endi üçüncü halalet avval ismisi kelish, ondan keyin xabari kelish. Yoki avval xabari kelish, ondan keyin ismi kelish joiz bo'lgan. Ismisi keyin xabari keyin ismisi ilgiri xabari keyin kelsin bo'ladi. Ya xabari burun ismisi keyin kelsin bo'ladi. Xuddi mubda burun xabari keyin kelsin bo'ladi. Joiz bo'lgan Alloh'amitda shu joiz. Masalan, fil bayt zaydun kana fil bayt zaydun sah kana zaydun fil bayt zaydun fil bayt müşsey müşahalat o'xshash bunda kasb bo'laveradi. Mana bu 3-chi hilolat deganimiz shu. Va kullun sabqahu dama hazar kazak sab'u khabarin man nafiya
فجئ بها مطلوبة لا تالية ومن سبق خبر ليس استفيا كل سبقه دام hazır. Endi biz bayan yuqorida kana ahvatu halanın ismisini keyin xabarini ilgiri keltirish vacib bo'lgan yaba va durust bo'ladigan yaba dedi. Endi kullun nahviyin barliq grammatikachilar shu xabarini madamiga ilgiri qilishni chekladi. Endi barliq grammatikachilar sabaqahu madamida shu xabarini ilgiri keltirishni hammadan to'sdi. Bunday kasb bo'lmaydi deb qaradi. Endi odatda shu kana turdiklaring ismisini keyin xabarini ilgiri keltirsak butgan omildan keyin keltirdik apalnas. Endi biz xabarini bir vaqt kunning oldida keltirsak bo'lamdi bo'lmamdi degan bir savol chiqdi. Masalan, kana Muhammadun alimanda alimanni kanının oldida kana aliman kana Muhammad deb keltirsak bo'lamdi bo'lmamdi deganga o'xshash. Masalan, madum tahayyanni hayyan madum desak bo'lamdi bo'lmamdi deganga o'xshash masala haqida to'xtalamiz. Kullun sabqahu dama hazar. Bütün grammatikaşünaslar şu xabarini damiga ilgili qilishni chekladi deb chiqib qolma iborat, lekin damidin madami murad. Dama ma demakchi. Ma bilan bo'lgan damini damiga xabarini ilgiri keltirishni chekladi. Hazara ma'nahu mana'a ma'nosida. Masalan, madum tahayyanni hayyan madum ta deb keltirishni chekladi. Endi iclis madumtu jalisen men oltuğan müddetli oltu deyimiz adı. İclis madumtu jalisen men oltuğan müddetli oltu. Desek aşırı jalisenni madamının aldığı keltirsek bulamdı boğmaydı. Hem meydan çekildi. Ma sabaqahu kullun sabaqahu damidin madam nafsi. Şu an o xabirini madamının aldığı keltirişini çekilecek. Ama damının aldığı keltirip madin kim keltirsek bula vurdu. Ma'nın aldığı keltirmeyi madin kim damının aldığı kelsi vurdu dep qaraymiz. Mesela bunun da misal koysak misal çıkıdı. Adette oturup kıraatel kitap madamel fikru meşgulen fikir meşgul bo'layotgan holda tafakkur kashilab qolgan muddatda kitob o'qishni tark et dedi. Endi o'tirib qiraatul kitob madumta yoki madamel fikru meşgulen degan o'xshash. Mishaliki meşgulanni madamini olib keltirsak bo'lmaydi demakchi. La ta'bur ash-shari'a madamel isharatu hamra qizil chiroq yanayotganda yo'ldan kesib o'tma. Abra ya'mur degan yo'ldan kesib o'tganni bildiradi. Endi mishada madamel isharatu hamra degan so'zni madamning oldiga keltirsak bo'lmaydi. La ta'bur ash-shari hamra'a madamatul isharatu deb keltirsak bo'lmaydi. Ammo madin keyin damin oldiga keltirsak bo'ladi. U chaqda la ta'bur ash-shari ma hamra ad-damel isharatu deb kasib bo'ladi. Shunga ma'ning oldiga keltirishni chekladi deganimizning ma'nosi mana shu. Nimishqa bo'lmaydi unda keltirsangiz bo'lmaydi? Biz sabablari bor buning deydi. Bunun sebeplari chunki madamidagi ma'i masdar az-zarfiyya. Ma'i masdar zarfiyya bu bir harfi mavsul hisoblanadi. Harfi mavsul hisoblanadi. Mavsul ikki bo'linadi. Mavsul ismiyya, mavsul harfiyya. Mavsul ismiyya ism mavsul shu. Mavsul harfiyya cho'qim bunda fe'l bir narsaga qo'shilib keladi. Ma'i masdarya ham zarf ma'nosini bildirgan masdar bo'lgan ekan, ma'i masdaryaning beshida ana ma'i masdariyaning ma'mullaridan bir ma'i masdar vasf bo'lgan ma'din kin tutgan
damının xəbəri ma'nın aldığı kəsb olmaydı. Çünki xuddi bunu mevsulun silisi, isim mevsulunun silisi, isim mevsulunun aldığı kəsb olamdı. Olmaydı. İsim mevsulunun silisi, isim mevsulunun aldığı kəsb olmayan oxşar. Ondan sonra mayi məsələr yerinden kim tutqan söz, onun aldığı kəsb olmaydı. Ama kendi kəsb oldu. Endi kaza sabuqu xəbərin men nafiyə. Şundaqla xəbərini nefi olan mağı ilgiri qilish ham cheklendi. Xuddi madamıga damının xəbərini madamidagi ma'nın aldığı keltirib cheklanganga o'xshash manafiyaga xəbərini ilgiri qilish ham cheklendi. Endi masalan mazala, mabariha, manfakka deydigan mavago, madama, mabariha, manfakka muşularning beshida masalan mazala Muhammedun bakiyen. Muhammed hemish yig'lig'uchi bo'ldi desak, mishani bakiyenni madamini oldiga keltirsak bo'lmaydi. Nima deydi? Faji biha ma'luvatan la taliya. Siz u ma'ni ma'lu qiling, tali qilmang deydi. O ma'ni keltiring, ma'lu yüzüge ägeş türküçü qilib keltiring, ägeş kuchi qilib keltirmang. Ägeş kuchi bo'lmasin bu ma bir narsaga ägeşmasin, bu ma'ga boshqa narsa ägeshib kelsin. Ägeş türküçü qilinki ägeş kuchi qilmang dedi. Shu ma'ning oldiga kelsa bo'lmaydi, ma'dan kin kelsa bo'ladi deymiz. Shu ma'ni apyani oldiga kelsa bo'lmaydi. Nimishqa bu ma odatda sidari kalam. Bu ma çukur bir sözün beşiğinde urun tutulduğun ma'va. Mazali ma'bari her iki ma'la. Şu ma xəbərini ilgiri keltirsek bo'lmaydi ma'nafiyaga. Şu çeklendi, ağı çeklendi. Ama keyni kelsi bulamdırız. Mesela mazale Muhammedun bakiyen degende ma bakiyen zale Muhammedun desek durus yacuz. Lekin la yacuz. Bakiyen mazale Muhammedun la yacuz. Şuna okşaydı. Çünkü bunu ägeş çıkıp keltirirsek bo'lmaydi ma'ni, ama ägeş türkü çıkıp keltirsek buludu. Ama ma'dan başka nefi vasıtaları kelgan bo'lsa, bu chaqda bo'libdi. Mağı faqat olan bu yerda mağı xas bu şey. Mağlam xas bo'ladi. Şuna bu yerdagi dama. Şu ma'ni ilgiri endi ama kim keltirsakço, bulandı bo'lmamdi, buludu dedik. Mesela endi bu yerdagi bu ikki qism. Davomli ma birlik kelishi, ma'ning birlik kelishini talab qilgan to'rt pil bor. Mazali, ma'bari, manfak, madama. Undan boshqa kana, lam yakun, ma kana, lam yakun o'xshash, kana, zala, bariha, zalla, amsa, ba'diga o'xshash ma'tillar bor. Emel qilish uchun nabiyning üzülen billa yandishni talab qilmayotganlari bor. Nabiy emel qilish uchun chuqur nabiy yandish qilishni shart qilganlari bor biz beshta deb o'tdik. Shunga billa emel qilishi talab qilinadi. Amalda chuqur nabiyning shu yandish qilishi shart bo'lganlarda chuqur oldiga chiqarsak bo'lmaydi. Xabarni ashqilni oldiga chiqarishimiz shakllanadi o'rnida. Ama ma'nın aldığı, pilnin aldığı çıkarsak budur, ma'nın aldığı çıkarsak bulmaydı. Mesela biz bayan dep ötken misalimiz şunu. Mazale Muhammedun bakiyenniki, bakiyennin ma'nın aldığı çıkarsak bulmaydı, zalın aldığı çıkarsak bulavurdu dedik. Ama kanıdın pilni emeldin nepini şart etmegenleri var. Kanı okşaş, maldan şart etmegenleri var. Bunun da bulamda olursa ülüm ala, bunun da caiz, şart etmegenleridir, caiz dedi. Bazı durus deb qarğanlar bo'ldi, bazı kitaplarda bunu iniq ro'shan bayon qilgan. Shart etmaganlarda, ama shart etganlarda durus emas deb qaraymiz. Ama nafi kamiga kana va turliklarning xabari filning oldida kelammikanmiz, kelaverdi. Nafi mavkana zalim mesela ayna kunta, ayna kana Muhammed, ayna kunta desak ayna kana degan mesela xabari kana degan ismi turgan zamir muttasil ayna. Şu bula vurdu onca da mabu çıkar. Ama leysi de kandak kullanılırsa bil ittifak ve men olsa bu haberin leysi ustufiye. Endi haberini leysi ilgili kılışını çekleş tallandı. Bazılar leyse Muhammed talibenin leysinin aldığı keldisi bulandı bulmamdı değil. Tallangan köz karış bulmaydı. Taliben leysi Muhammed la yecuz ama yecuz
leyse Muhammedun taliben yoki leyse taliben Muhammedun yajuz ikki yo'l durust. Ammo durust emas taliben degan xabar leysni oldi chiqishi durust emas. Mana bu tanlangan ko'z qarash bu. Lekin joiz degan ko'z qarash bor, lekin bu ojiz deb qaraymiz. Shunga biz bu yerda ismini xulos kalam laning xabari nima? Mush af'al naqsning xabari af'al naqsning oldida kelalamdi kelamam doğrusu kelimirdi. Ama nabi vasıtaları bilan leysining oldidan kelmaydi. Kasi javobi. Bo'lmaydi. Ama mazali mabari halada mazalaning beştikami chuqum nimaning beştikasi bo'ladi. Shu pildinkin kasi bo'ladi. Ama madamida kasi bo'lmaydi. Chuqum meyli mayi masdariya olsun, meyli manafiya olsun, nabi vasıtalarının beşida ve mavu masdariya vasıtalarının beştikamida onun kim kasi bo'ladi deb buni kirib o'tdi. Endi navbatda bu af'al naqis, af'al tam deb bu bir qismga bo'linadi. Af'al naqis degan nima? Af'al tam degan nima desa, af'al naqis dedik. Ismi kelib, xabarga kami to'liq ma'noni bildirilmaydiganni af'al naqis dedik. Shu af'al naqis fi'lun la yaktabi ma'a bi marfu'ihi ve yahtaju ila mansubihi. Merfu'len uzun merfu'len ismi'len kifayelenmeydiğan vela yaktabi ve uzun mensup olan haberge muhtaç olan filni af'al naqsidir. Andas af'al tam degan nima desa musannif rahimahullah deydi ki ve zu tamamin ma bi rab'in yaktabi. Zu tamam ma bi rab'in yaktabi. To'liq bildiğimiz uzun merfu'len kifayelendiğini. To'liq bildiğimiz ekan özünün merfu ile kifayelendiğini merfu'i onun ismi deb ataladi. To'liq bil bo'lgan chaqda uning xabar ketmaydi, xabar ketmagan chaqda uning ismi to'liqsiz bil bo'lganda merfu'ini ismi deymiz, mansubini xabar deb ataymiz. To'liq bil bo'lganda uning merfu'ini uning bilan peş bo'lgan so'zda uning fa'ili deb ataymiz. Masalan kana Muhammedun Muhammed mevcut idi. Bar idi. Mevcut buldu deb buna tercüme qilamiz. Ve ma sivahu naqisun onun başqası naqisdir. Özünün merfu'i bilan kifayelenmegen belki mensubuga muhtaç olduğunu o to'liqsiz bil naqis bil hisoblanadi. Masalan dedik. Endi bu naqislik mevcut. Biz necha misollarni ko'rdik. Odatda masalan kana Muhammedun alimen Muhammed alim idi dedik. Kana Muhammed deb naqs desek Muhammed idi degan ma'no chiqadi. Qanday idi? Shunga bu naqslab qoldi. Va naqsu fi fati'a va lays va zal daiman qufi. Endi naqslik fati'ada, laysida, zalida davomliq mavjud bo'ldi. Endi bu 13 fildan 10 fil to'liq pullar ishlatildi. Naqslab işletildi. Ama üçü alat devam naqs buldu. Onun birisi fatiha, ma fatiha, ikincisi laysa, üçüncüsü zali yazalı şekilde kelgan zali. Zali yazılı şekilde kelgan emas, zali yazalı şekilde kelgan zali ma üçü alat devam naqs buldu. To'liq pullar işletilmaydi. Ma üçü muşni ko'rsatib turadi. Şuna bu çoğun cihettin to'liq pullar kelish ve naqs pullar kelish ve faqatlan naqs qilish uch qismga bo'lendi. Naqs bo'lgan chaqda ism xabar kirdi. Naqs bo'lmagan chaqda to'liq bil bo'lganda faqat o'zining fa'ili bilan bo'ldi qilinadi. Her birisiga tafsil misol keltirsak, misol ba, endi buning misolini boshqa kitoblarga murojaat qilib ko'rsak bo'ladi. Misol ham yerda mavjud, bu kitoblarning misollari ko'p chiqadi. Masalan, to'liq bil bo'lgandan misallaridan ko'rsak, masalan kana vajada ma'nosida keladi, asbaha sahardagi dakhala fil subhi ma'nosida keladi, azha dakhala fil zuha ma'nosida keladi, amsa dakhala fil masa ma'nosida keladi. Shunga o'xshay na'amni to'liq tillavlab qilgan ahvollar bor. Va la yalil amila ma'mulul xabar illa iza zarfan ata aw harf jar. Amilga xabarning ma'muli yandishib kelmaydi.
Endi biz bayan amilga xabar yandishib keldi deb bilgandik. Xabar shu ismi bilan filning o'tirdi, keladi degan gap, shu amilga yandishib keldi degan gap. Endi xabarning ma'muli amilga yandishib kelanmaydi. İlla yandishib keldi. Agar o xabarning ma'muli zarb bo'lsa, yoki jari majrur yandishib keldi, bo'lmasa yandishib kelmaydi. Anda o'z xabarning ma'muli deganga bir misol ko'raylik. Anda biz avvalan bir ismni cümle keltirdik. Muhammadun qari'un al-kitabe. Muhammadun qari'un al-kitabe. Muhammad kitap o'quvchi desak Muhammadun mubtada, qari'un xabar, al-kitabe qari'un degan ismul fa'ilning maf'ulun bih. Buni shu al-kitobni xabarning ma'muli deymiz biz buni. Endi buning boshqa kana Muhammadun qari'an al-kitabe. Muhammad kitap o'quvchi edi deymiz. Endi bu yerda hozir xabar qasi kan Muhammad qari'an al-kitabe da qari'an kananing xabari. Al-kitab qari'an degan xabarning ma'muli, maf'ulun bihi bo'ladi. Endi o'sha al-kitobni kana degan pilg'i agashtirib keltirishga bo'ladi desa, bo'lmaydi deydi. Kana al-kitabe Muhammadun qari'an. Bu bir yo'l. Endi bu qanday bo'lsa bo'to desangiz, bayon qilay bo'tayna. Kana Muhammadun qari'an al-kitabi kasi bo'ladi. Va yoki kana qari'an al-kitaba Muhammadun kasi bo'ladi. Bu chaqda kana qari'an al-kitabi Muhammadunda Muhammadun xabar kim kelgan ismisi qari'an ilgari kelgan xabari al-kitabi qari'anning ma'muli bo'ladi. Maf'ulun bihi bo'ladi. Bunda kasi bo'ladi. Yoki kasi ini bir kana Muhammadun qari'an al-kitab kasi bu Allah qachon bo'ladi. Bo'lmaydigan shakl qasi desa kana al-kitaba Muhammadun qari'an bo'lmaydi. Kana al-kitaba qari'an Muhammadun bo'lmaydi. Demak, al-kitab bir vasita shu kan iborat ma'amilga yandishib kelsa bo'lmaydi. Xabarning ma'muli xabarning amiliga yandishib kelsa bo'lmaydi. Bu yerda ya'ni kana Muhammadun qari'an al-kitobda qari'an Muhammadning amili bu kana. Muhammad kanning sababi bilan peş oqildi. Qari'anning amili bu kana. Qari'an kanning sababi bilan zibar oqildi. Endi al-kitobning amili nima? Qari'an. Demak, xabarning amiliga xabarning ma'mul yandasi bo'lmaydi. Xabarning amili kana, bu kanaga xabarning ma'muli bo'lgan al-kitob yandasi bo'lmaydi demakchi. Ammo yandasi bo'ladi, nima bo'lib qolsa, haliqi u xabarning ma'muli zarb bo'lsa yoki shibil jumla bo'lsa. Masalan, kana Muhammad qari'an indaka. Muhammad sening qishingda o'quvchi edi desak, indakani kana Muhammad indaka nima? Kana indaka Muhammadun qari'an. Yani kana indaka qari'an Muhammadun. Yacuz. Yani cari mecrusun buldu. Kana Muhammadun qari'an fil beyt ne? Kana fil beyti Muhammadun qari'an. Yani kana fil beyti qari'an Muhammadun deb kasb bo'ladi. Ishqirib jari majrur yoki zarb bo'lsa, o'chada xabarning ma'muli, xabarning omiliga yondashib kasb bo'ladi deymiz. Ammo bo'lmaydigini bir vosita xabarning ma'muliga yondashib kasb bo'lmaydi dedik. Endi yuqori kelmaydi dedik. Qasi qanday qilib endi? Kelmaydi-ku andan dedik. Endi kipqasini nima qilamiz dedi. Kipqasi qanday qilib dedi. Kipqasi qanday qilamiz? Kelmaydi ekan, ammo kipqasi cho desa, kipqasi ta'vil qilamiz. Kipqasi ta'vil qilarmiz. Va muzmaru sha'ni isman vi in waqa muhimu mastabana annahum tana. Agar uning cheklanganligi iliq bo'lgan narsani vahmlantirib qo'yg'uchi kelib qolsa, zimir shanni ismi deb niyat qiling.
ismi deb niyat qiling. Endi kanning ismisi barcha zimirlishan bo'ladi. Masalan, bundan boshqa yine zimirlishan bo'ladigan ko'rsak, kana Muhammadun qaimun desakchu. Kana Muhammadun qaimun desak, kanning ismisi qasi. Kanning ismisi zimirlishan. Muhammadun mubtada, qaimun xabarul Muhammadun qaimun degan jumla kanının xabar oldu. Mahallen mensup oldu. Kanının ismisi zimirişen olup huve oldu. Kana ismisi huve degen zimirişen Muhammedun mubtada kaimun xabar olup cümlanda deyimiz. Bunu ergüz kana Muhammedun kaimun deb kelsa ibarette hata eken esa kaimen okulutkan söz kaimun okulup katı deb bunu biz özgertişke hareket kılmay onu biz bunun ismi zimirişen çetken desek bulur. Ve onun da başka kilişi çeklengen nesinin kirişi onun ennehum tana onun çeklengenligi iniq bo'lgan bir narsani vahmlantirib qo'yuvchi kipqaschu o'chada qanday qilamiz degan bir masala chiqadi. Masalan, biz misol ko'rsak, endi she'rini ko'rsak bo'ldi, arablarning nurg'un she'rlari bor va undan boshqa odatki misollardan tutsak bo'ladi. Kana Muhammedun yaqra'ul kitabe. Kana Muhammedun yaqra'ul kitabe degan bo'lsa, kanning ismisi Muhammed yaqra'u al-kitabe cümle xabar bo'ladi. Endi bu yerda kana al-kitabe Muhammedun yaqra'u deb kelsa, kana al-kitabe Muhammedun yaqra'ul kitabe deb kelsa, kanning ismisi zimirlishan bo'ladi. Muhammedun mubtada yaqra'u cümle xabar al-kitabe yaqra'u maf'ul bo'lib, o'chada kana Muhammedun yaqra'u degan umumiy cümle ismiye kanning xabar bo'ladi. Kan ismisi zimirlishan deymiz. Bu kammaydi, qasım shunga o'xshash ta'vil qilinadi. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. degan bu beytin biz ko'rganimizga ka ziyadatu kana ziyada olib kelamdi kamamdi degan haqda. Kana ziyada olib keladi. Ana ziyada olib keldi degan nima? Behuda befoyda kelib qoldimiz? Yo'q. Kana ziyada olib keldi deganimiz kana af'al naqsular ismizga va xabarga muhtoj bo'lgan holatda keladi. Ismini pesh xabarni zbar o'qitgan omillab keladi. Ismini pesh xabarni zbar o'qitgan omillab keladi. Boshqa bir ma'no uchun keldiki, ta'kidul kalam va taqviyatul kalam ma'nosida keldi. Yine bu ziyada deganimiz asli buchoqcha ishlatilayotgan ma'nodan boshqa bir ma'noda keldi. Uningdan ziyada bir ma'noda keldiki, ismisi peş xabarni zbar o'qitgan bu ma'noda omillab kelmadi. Cümledeki kalamni ta'kidlash uchun keldi va kalamning mazmunini taqviyatul kalamni kuchaytirish uchun keldi demakchi biz bu yerda. Bikaga binasi kelib qoldi demakchi emas. Shunga kana ashunda ziyada qilinadi hashvida. Kana hashvida ziyada qilinadi degan, hashv degan nima desa al-mutbaynal mutalazimayn. Kana ziyada qilinadi fil hashv degan gap baynal mutalazimayn. İki tane mutalazimning o'rtasida keladi. Bir hashv degan gap birisi-birisini lozim tutuvchi degan ma'noda dedi. Birisi-birisini. Masalan, mubtada xabarni lozim tutdi, xabar mubtadani lozim tutdi. Masalan, fil fa'il o'xshash, sifat mavsufga o'xshash. Shundaq birisi-birisini mubtada xabarga o'xshash, fil fa'ilga o'xshash va shundaqla sifat mavsufga o'xshash, sila va mavsulga o'xshash, shundaq birisi-birisini lozim tutgan mandaq ikki hashvning o'rtasida ziyoda o'tir deganimiz mana shu. Masalan, vaqat tuzadu kana fi hashu kama ma kana asaha ilmi man taqaddama degan bo'lsa, ilgari o'tgan kishilarning ilmi nima degan sayha deganiki ma kana deki ma ta'ajjubiya kana zaid asaha fil ta'ajjub fa'il zimr mustatir huwa olup ma qaydu ilma asahaning maf'ul olup ilmi muzaf man degan ism mavsul muzafillay olup muzafillay taqaddama manning silsi ilgari o'tgan kishilarning ilmi nima degan sayha deb
ma asaha ilmi man taqaddama bir xilshim kani kamigan shakl ma kana asaha illa man taqaddama kani kelgan shakl ikkisini ma'no jihatda qalamoqqa o'xshash bo'lgan bilan tarjimada ilgari o'tgan kishilarning ilmi nima degan sahih degan bir ma'no chiqqan bilan kani kelganning ma'nosi bak kuchlik ilinadi kuchlik deb qaraladi shunga ikki dona ziyoda o'g'uchi dedik ya'ni bu yerda mana ma ta'ajjubiya bilan pir ta'ajjubiyaning o'tirisi birini lozim tutquchi hargiz pir ta'ajjubiya maydon kelish uchun ma ta'ajjubiya bilib kelish kerak ma afala shaklida ma afala shaklida ziyodalar qildi biri yine mubtada va xabarning o'tirisida kelgan kana muhammadun mujtahidun deganda muhammadun kana mujtahidun desak kana zaid muhammadun mujtahidun muhammad tirishchan muhammadun kana mujtahidun muhammad haqiqatan tirishchan deb ta'kid ma'nosi chiqdi mubtada xabarning o'tirdi yoki pir payni o'tirdi kelsin bo'ladi Pilipayni o'tirib ziyodlab kelsin bo'ldi. Ma zahaba kana Muhammadun ila suq. Muhammad qat'i bazag'i bormidi. Ma zahaba Muhammad ma zahaba kana Muhammadun ila suq desak, o'sha ma zahaba degan pil bilan Muhammad degan payonni kana zaidlab qoldi, ta'kid uchun keladi. Qat'i bazag'i bormidi. Kana kelmas uchun Muhammad bazag'i bormidi. Ma zahaba Muhammad ma zahaba Muhammadun ila suqda Muhammad bazag'i bormidi deymiz shu xolos. Yana birga sifat mavsumning o'tirida ziyodalar qildi. Sifat bilan mavsumning o'tirida buni ziyodalar qilgan ahvollar bor. Masalan, zahabtu li ziyaratin talibin kana mujtahidin. Odatda ya mesela yine misalını zahabtu li ziyareti talibin kana mujtahidin desek tirishchan o'quvchini yo'qlash uchun badim desek aşada talibin bilan avvaliqi mujtahidinning o'tirisida kana ziyoda keldi li talibin li ziyareti talibin kana mujtahidin desek talib bilan mujtahidin onda kana ziyoda olib kelgan deb qaraymiz. Bu bir. Sifat mavsumuna o'tirsin. Anda sili bilan mavsumuna o'tirisini ziyoda olib qilgan ahvollar bor. Masalan, ja'allazi indaka. Ja'allazi indaka. Sening qishingda ish keldi. Ja'allazi kana indaka. Mishrik kana zaid. Chunki zaid deganimiz yana u so'zni evassaqmi ma'naga cho'ng jihatdan ta'sir ko'rsatilmasi bo'ladi. Shu so'z bo'lsa ma'na texmi kuchli, texmi jonliq chiqadi. U kana zaid bo'lgan kana ashar bo'lsa texmi jonliq kuchli chiqadi, ammo uni elvassaq ma'naga asos jihatdan daxl etmay, normali ma'na ifodalanishi kerak. U chog'dan uni zaid bo'lib kelgan, omil ma'nosi kelmasdan bu yerda bu taqviyatul kalam ma'nosi kelgan deb qaraymiz. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعض إن ولولا كثيرا زاشتهر. Endi kana ismi sulab qo'shib tashlanadigan xabari zikr qilinadigan ahvollar bor. Kana ismisi bilan shu tashlanadi, xabari qolib qoladi. Endi odatda mubdaning ismi mubda tashlab xabar so'zlanadigan, xabar tashlab mubda so'zlanadigan ahvol bor. Endi bu yerda kana tashlanadi ismi bilan billah, ammo xabar qolib qolgan ahvollar ko'p uchraydi. Shunga deydi, yahzifunaha. Ular grammatikchilar u kanini ismi bilan billi tashlab o'tadi. Va yubqunal xabar va xabarini yolg'iz qoldiradi. Va ba'din va laula kaseeran zashtahar. Bundaq ish indin keyin va lavdin keyin ko'p mashhur bo'ldi. Bu ko'pincha vaqtda indin keyin, ini shartiyadin keyin va lav shartiyadin keyin bunda ahvollar ko'p uchraydi. Masalan, lavdin keyin ballighu anni walau aya. Ballighu anni walau aya. Menden bir ayet yetküz. Men ballighu anni menden yetküzünla. Walau ayeten. Walau kanal
muballagu ayeten vahidede. Gerçi yetkizilirliğini bir ayet olgan takdirde mi? Digen okşaş. Mesela onundan başka mesela in şerren peşerrun. In şerren peşerrun. In şerren peşerrun. İn kana emeluke şerren fecezauke şerrun. İn kana emeluke şerren. Eğer senin emelin naçar bolsa fecezauke şerrun, senin birlikten cezamın naçar. Naçar mukafat birlik sana. Eski yaman bolgan bir mukafat birliği digen ma'na. In hayran fe hayrun. İn kana emeluke hayran fecezauke hayrun digen goşmaya kana ve ismi taşlandı. Kad qila ma qil in sıdıkan ve in keziben. Digilip değildi, gerçi o değilgin rast olsun, yak yalgan olsun. Kad qila ma qil in sıdıkan. In kana'l maqulu sıdıkan ve in keziben ve in kana'l maqulu keziben digen goşaş. Bunda adette kelsin bulur. Lavdingin mutaşlandıgan bunda ahvallar mevcut deymiz. Mesela belliğu anni velev aya deb kelgen şunu goşaş. Ve ba'da en ta'vizu ma enhertuki kemislim emma ente berren faqtarib digen goşaş. Endi muşu en kildigan endinkin kanı kilese kanı taşlanıgan endi mesderiyedinkin kanı taşlanıp kanının onuğa ma ivezilinigan ahval var. Mesela ba'da an ta'viz ma enhertukib digen eni mesderiyedinkin taşlangan kanıdın mani ivez eliş mevcut boldu. Urtikib mevcut boldu. Ba'da an ta'viz ma enhertukib eni mesderiyedinkin mani enha şu taşlangan kanıdın mani ivazak keltiriş mevcut boldu. Mesela emma ente berren faqtarib diyoruz. Bunu emma ente berren faqtarib ki emma en kana en kunta berren faqtarib diyen bu. En kunta berren faqtarib. En kunta en şu kuntadaki kanı taşlandı, ta kaldı. Ta zimir muttasil ismisi o zimir munfasil özgertildi. Endi taşlangan kanıdın ma ivezilindi. En kunta berrendi. En kunta. En ma. Kanı taşlandı. Kanıdın ma ivezilindi. Onunla en ma ente oldu. Çünkü kanıdın en kunta tani zimir muttasilini zimir munfasil özgertimiz. Şunu en kunta buludu. En kunta'daki ta emma en ma ente oldu. En ma ente. Ma aşkali yazılımı. Anda o andaki en ölen ma idgam kılındı. Emma oldu. En ölen ma idgam kılındı. Emma oldu. Şunun emma ente berren faqtarib. Sen yaxşı boğallığın için yakınlaş. Sen yaxşı boğallığın için yakınlaş diyen buldu. Eşede emma ente berrendiki en harfi mestere yoğun en şu ma taşlangan kanın ivezilingan ente kuntadaki ta'din muttasil munfasil götkilgen berren kanının haber oludu. Çünkü kana ismi bilen birle taşlandıgan ahval ba, kana ismi bilen birle taşlandıgan ahval mı ba, kanıgına taşlanıp ismisi ve haberi kap kaldıgan ahval ba, taşlangan kanının ma ivaz elindigan ahval asasda digen boldu. Ve min mudari'in likana muncazim tuhzab nunun ve huve hazfun meltuzim. Bu bekten düşünüyoruz ki cezmi okulgan fiil muzari'nin nunu taşınış ahvali. Mesela lem yakun ettiğin ahval var. La takun diyen la taku fiil muzari cezmi okuludu. Nemi ölen? Adatul cezmi ölen. Adatul cezmi ya inuludu ya la nahiye oldu ya ki lamul emri oludu, ya ki lamul cezmi oludu, ya ki lemma oludu. 5 tane vasıtadan birisi fiil muzari cezmi okuludu. Ajo cezmi okulgan fiil muzari'deki nun
taşlanışı durust bo'lgan urug'lar taşlansa bo'ladi. Mesela lam yakunillazina kafaru. Bir yere taşlanmaptı o. Lam yakullazina çünkü lam yakunikun nun va nun taşlanmağı bilen ellazina degan ism mavsul. Lekin ilib sukun o'g'achqa, iliblam sakin hisoblashgan qo'shig'ida tashlashqa bo'lmaydi. Lam yakunillazina tashlashqa bo'lmaydi. Ammo tashlangan ya ba modisi ba. Taşlanib turgan ahvol ba. Shuni nima deydi? Min muzan likani munjazim. Kanının cezmi okulgan muzaristin nun taşınıdır. Kanın cezmi okulgan muzarisi lem yakun, lem taku, lem naku, lem aku degen goşar. Kanının cezmi okulgan muzaristin tohzapın nun taşınıdır. Ve huve hazfun melduzdur. Bu nunun taşınışı vacip olmayan taşlaş bu. Bu nunun taşlaş vacip olmayan taşlaş. Taşlaması hiç kısı yok. Taşlanıp gitmen ahval ba. Taşlansa kasiratil tahfiben li kasiratil istikmal. Köp işiltilgenlik için yengilletiş cihettin şuna taşınıldı. O bir taşınışı vacip emez dep qaraymiz. Bu köp taşınıp kelgen yerler ba. Mesela velem aku baghiya velem yaku minel müşrikin degen go'xshay. Ve in taku hasanatan yudaibha degan o'xshash juda tashlab qilgan ahvollar mavjud. Shunga bu shundaq fil muzari jazm qilgan ammo vojib emas, buning vojib bo'lmaydiganligini tashlansa durust, tashlanmasa durust. Bu hech qisi yo'q, tashlanish tashlanmaslikda. Shuning bilan bugun bizningki shu kana va ahvoti haqida dersimiz shundan bilan tamam bo'ldi. Endi biz kana va ahvat va kan va kan turliklarning ismi xabar nimadan keladi? Uning ism xabari xuddi kan va kan turliklarning xabari odatda jumladan kelalamdi. Kanning xabari jumladan kelalamdi desa, mubdaning xabari jumladan kelalamdi. Kanning xabari shibl jumladan kelalamdi. Mubdaning xabari shibl jumladan kelalamdi. Kanning ismisi Kanın xabri cümle ismiyadan kelalamdi. Mubdaning xabri cümle ismiyadan kelalamdi. Kelaletdi. Oş qandaq narsa xabar bo'la olgan bo'lsa, shundaq narsa kanning xabar bo'la oladi. Bu bir qonuniyat. Buni shu bo'yicha bugun mansaq bo'ladi. Shunga bugungi darsimiz shu kan haqidagi darsimiz tamam bo'ldi. Endi atdagi darsimiz shu adatul yine bu navasikh yine leysga o'xshovchi ma ve lat ve in müşebbehatani bileys. Leysga o'xshaydigan mushabbahat ma lat mushaqqat to'xtalamiz. İnşallah bugungi darsimiz misha to'xti. İnşallah keyingi darsimizni Alloh xolasa atki darsimizni ko'rishili va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.